Barselona hakamlarni sotib olganini tan olmaguncha Real Madrid prezidenti Florentino Perez to'xtamoqchi emas. Bir necha soat oldin matbuot anjumanida Perez bu mavzuni yana ko'tarib chiqdi. Siz Madrid Inside'ga obuna bo'ling, davom etamiz. Negreira ishi tarixdagi eng katta mojaro. Biz bu yerda zarar ko'rgan yagona klub emasligimiz aniq. Ehtimol bir qancha klublar bu ishning qurboniga aylanib, chempionatdan tushirilgan bo'lishi mumkin. Bizning sportimizning halolligi va odob axloqi katta xavf ostida. Futbolimiz obro'si jiddiy zarar ko'rdi. Shu sabab jim turmaymiz. Menga aytingchi, kim ishonadi millionlab yevrolar texnik hisobotlar uchungina to'langaniga? Lekin bu pullar murabbiylarga berilmaganligi uchun foydasiz bo'lish kerak edimi? Ko'rinishidan ular mavjudligidan ham xabardor bo'lmagan va biz bugun hali ham shu ishning oqibatlari bilan yashayapmiz. Bu ishlar sportimiz obro'siga katta dog' soladi va hakamlik tizimini tubdan o'zgartirish vaqti keldi. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Real Madrid haqidagi eng so'nggi yangiliklar profilimiz shapkasidagi Telegram kanalimizda bo'ladi.